Tövəndə diqqətinizə Şunqar kabi çağla namlıq çatma yazmanın 12-ci qismini təqdim qılıman. Mən bu qismini farzandlarının kəlgisi köngül böldiğən, ularni hər qaysı yerlərdə o'qitayotgan, ularga mehr muhabbət yetkizib turadigan ulug' ata-onalarga bag'ishlayman. Şunqar kabi çağla 12-ci qismi. Öz öyümnün xoşluğu, putqulumның boşluğu. Barhaq. Gerçi kichik bolsa-mı, ijara öy bolsa-mı, özümnің yatadigan yer bolğundan xoş boldum. U çağlarda qo'l telefon va telefon kartochkalari texi umumlashmagan bo'lib, birisi bilan aloqa qilish uchun cho'qim turayotgan uyga telefon o'rnatish kerak edi. Aldı bilan men shu ishni qildim. Bu mezgillarda vatanga telefon qilsak, 1 minut taxminan $1 dan to'xtaydi. Shunga men vatanga 2 haftada bir telefon qilatdim. Har haftada xat yozatdim. Bostonning manzaralari tushirilgan otkritlarni yaqinlarimga va meni ayni chog'da qo'llagan va menga ta'sir qilgan odamlarga avatatdim. O'zim dars o'tgan 96-yillik xalqaro savdo kasbida o'qiyotgan barliq o'quvchilarga Harvard universitetining rasmiy tushirilgan otkritlarni avatganim esimda. U sinfning sinf boshlig'i G'o'ljidan kelgan bola bo'lib, bak adablik a'lochi o'quvchi edi. O sınıfta Abdurrahim Muxtar Nurbiya ismli o'qituvchilarni hurmatlaydigan tirishchan, yaxshi o'quvchilar bor edi. Men mushundaq qilish orqali musofirlik va shuning uchun tanoliq tuyg'ularining ichidan qutulishga urinatdim. Salomlarimga nisbatan yaqinlarim yo'llagan salomlar va xatlar menga madad berdi. Bu chaqlar 11-oyning oxirlari bo'lib, men pasportni vaqtida ololmaganım tufayli Amerikaga kechikib kelib, ko'z mavsumidagi o'qishni boshlamay qolgan edim. Mayni bir qachlab mashinangni haydavasang nima bo'ladi? Men tugaydi, jiddilishsan. Yerim yo'lda qolarmanmi deb ansiraysan. Shundaq-ku. Qarsam, yotqan ko'rp qozon ko'mich va qozon qo'much va uni buni elib, yandagi dollarning soni ozlig'ila turdi. Shuning bilan men meyi tugab qolgan mashinani haydayotgan sho'birdak jiddilashgala turdim. Jiddilashish, ansirash har bir idrokli insonda bo'lgan ruhiy holat. Ma'lum masalaning xulosasi yoki yaxshi bo'ladi, yoki yomon bo'ladi. Ish qilib ikkidan birisi bo'ladi. Masalan, siz hayotingizda talay imtihonlarni bergan, natijasi qanday bo'ladi deb dakki-dukki tushgan. Siz doktorga ko'ringan, doktorning diagnozining natijasini kutib, har xil andishalik xiyollarga cho'mgan. Mana endi besib o'tgan izlaringizga qarang. Siz imtihondan o'ngishli o'tdingiz. Shundaq ekan, ayni chaqda yegan vayimlarni asli yemasligingiz lozim edi. Mana qarang, doktorning qo'ygan diagnozining natijasi yaxshi chiqdi. Haliqi yegan andishlar haqiqatan ortiqcha. Arzimda o'qil andishiga tushish. Biz banda bo'lg'achqa yaratquchidan ishlarning xayrlik bo'lishini tilaymiz. Mubada ma'lum ishning natijasi yomon chiqib qolsa nima mal? Ya'ni shuningmi allokumillah deb shukr qilib yashaydigan gap. Bu xil yashashda ham majburlanish bor, ham ilojsizlik bor va yana shundaqla botirlik bor. Kimlar aytmagan buni naqshini? Dard alamlar keladi har bir insonning boshiga, saydi tugman cho'gilaydi ko'zdan oqqan yoshiga. Yoshlar aqsun, ammo hayotga bo'lgan umid uzilmasin. Shunga hayotga aktiv moslashish kerak edi. Ya'ni puling oz qolganda xizmat qilib, pul tepishga urinishing, yiqilib tushganingda o'rningdan dast turishing lozim. Yomon yeri chatalga yangi kelganda, bo'libmi o'zing yolg'iz yashab qolganda ajoyib xiyollarga band bo'ladi ekansan. Doim bu yer bilan vataningni, bu yerdagi xalq bilan xalqingni selishtirdi ekansan. Bu yerda qonun xilof bir ish qilmasanglar, haq bilan haqning kori yo'q ekan. Ammo yanala nurg'un jihatda vatanga yetmaydi-da. Yurtda yetib bilsang, tog' to'shimasa, yiqilsang yerga tushsan. Daryo bo'yida dum yetib, muzdaqdan iqib kelgan muzdak suvni ichib bo'lsa-mo, jiningni saqlab qolsan.
Ammo chet elga yetib qolsang, talada qoldi ekansan-da. Yetib yemasanmi, ma'lum mening yanchog'imdagi dollar tugab ketyapti. Shuning bilan put ko'ygan to'qidek tipirlab ketdim. Ömrümdə ta aşkamgacha pulning g'amini qilmabdi ekanman. Xudo berdi deb o'ltirsam, yoki shivi qadri yo'qlab qo'ymaydi, yoki Xizr tashlab bermaydi. Ma'lum chet elda bir Uyg'ur yigiti musofir bo'lib qopti deb. Shuning bilan mendan burroq Amerikaga kelgan tanishlardan biriga telefon qilib, qari ish tepib ishlasam bo'lamdi deb so'rasam, "Voy, undaq qilsan, ko'chmanlar idorasi tutilib, ko'tingga tepib chiqirdi demamda." U gapni anglab, qari ish tepishdan vaqtincha yaltaydim. Amaliyotda u yetimmi bak ko'p turibdi degan ishlarni. Uning o'ziningmi qari ish ishlab jon bequvvatligini keyin anladim. Balki meni pul topaman deb qiynalib qolmasin deb ko'yinib shunday aytgan bo'lsa kerak. Ya maktabga bormasam, ya ishlamasam, bu kichkina balaxona uyda siqilib o'tiramdim men. Ish bo'lmagandan keyin erkinlikmi ochiq turmaga aylandi ekan. Bekorchilik umidsizlikni olib keldi ekan. Men dal shundaq ro'y holatdan, ya'ni bekorchilikdan umidsizlik tushib qilishni nazariga oldim. Shuning bilan Moldin kutubxonasiga berib, toza kitob gazet o'qidim. Bir haftacha o'tgandan keyin uningdan charchadim. Gazetlarga qarsam, o'g'il do'st izlab e'lon bergan xonim qizlar nurg'un. Ko'rganli qizlarning keynidan, voy hammasi o'xshash emasmi deb ayirmay ketib qoladigan yoki sho'lgini iqtib boqadigan petak emasdaman. Voy yolg'izchilik. Odamlar mig'miq bir davlatdan, bir shahardan, bir jamiyatdan, odamlar shalong bir davlatga, madaniyati abjash bir jamiyatga, ko'chalarida kunduzdimi odamni tuz ko'rgil bo'lmaydigan kichik bir shaharga kelib qilib, yolg'izchilik o'zining kuchini tazamon ko'rsatib o'tirdi. O'rimchilik chig'imda tanholikni madilab, nasr yozib, tarim jurnalda e'lon qilgan edim. Odam degan har qanday narsa oshqun bo'lsa bo'lmaydi ekan. Jumladan arzu havasdimi. Endi meni bu tanholik yig'ila turdi. Dat dedim-da bu tanholikqa. Shu joqdagi ro'y holatning qoldiqlari hozirgacha bo'lsa kerak meningda. O chaqlarda uyda o'tirib, telefon uray desang, bu Amerikadagi taniydigan kishilarning soni cheklik. Uning ustiga hamma aldirash, parang silishsangmi nima deysiz? Shuning bilan ko'chaga chiqib sirtni yolg'iz aylangan bo'ldim. $27 ya'ni hozir $70. Ommaviy qatnashning oylik beltini oldimda Boston shahri ichini va atrofdagi bozorlarni aylangan bo'lib oldim. Hayotda ko'pdir ko'rganingdan ko'rmaganni ko'rsan o'lmaganing. Men bu kunlarda bu jamiyatni tushunganlikdan, bilmaslik sababidan qiziqishlarni ko'rib, ömrümdə kirmagan yerlarga kirib, birdan hayron qolsam, birdan modiqib yurdim. Ba'zida piyoda minib, ba'zida poyezd yoki avtobus qishib aylanaman. Ko'chalar yo'qun, ularga qiziqish bilan qarayman. Hardhead area degan yerni ko'rsamlar, ehtiyot qilib manaman. Aslida u qurilish qilinayotgan yer bo'lib, qattiq qalpoq kiydigan o'rin degan ma'no ekan. Buni xato tushunib qoptiman-da. Yana tuzla tarjima qilib. Şunu özümçe şu xat bayadın ötkende ihtiyat qilib beşimni çangallab manaman. Beşimde şapkimi bo'lmagandan keyin. Shundaq. Ko'cha aylanaman. Uyg'urga o'xshab ketadigan, chiroyli ispanlar uchrab qolsa, azroq agishib baqmanda. Uyg'ur so'zlab qolsa, paranglashib qolaman ekan degan xiyol bilan. Turqimdan yavaşlik chiqib turadigan bo'lsa kerak. Chunki o'zim yavaş bola bo'lganlikdan. Agar yoki matu chiroy yoki sayoq birisi ko'ringan bo'lsam, avi go'zallardan biri saq chaqirib salsa, keyin Harvardda o'qish emas, boshqa yerga ketib qolgan gapgan emasmi? Ya Allah, uning oxirini xiyol qilmay. Hozir o'ylasam, sur basidi. Bu Amerikaning erkin davlat degani bilan qonunlari to'lim inchigan. Ba'zida ushiqgan bo'lar deb qolasan. Qavoxonada o'zi mas bo'lib, yiqilib tushib, bir yerini yarlandirilib, qavoxona xo'jayinini arz qilgan guylar emasmi bu? Oldi bilan bekatlarning nomini esimga olib olmanda, ondan ko'chada menib, yurib odamlarni kuzataman. Har xil rang, har xil irqdagi odamlar. Rast, Muramga esi olgan maktab sumkam bor. Bir kuni aylanib, Xitoylar to'plashib o'tiraqlashgan rayon va ular qurgan bozorga kelib qoptiman. Do'konlarni aylanib bir yerga kirib qoptiman. Qarsam 4-5 kishi o'tirib turib ketibdi. Nimish bu desam, birisi bir kichik botkini ko'rsatib, "Ishga kirsan, pul tashlaysan, andim bilsan" demasmi? Qancha pul tashlayman desam, 5 yoki $10 deydi. Men o'chirib turib, navbat kelganda botkaga kirib, $5 silish bilan botkaning ichidagi aynak ko'tarilib, yerim yalang'och kiyingan bir qiz paydo bo'ldi. Nima qilishimni bilmay, mumyoda ketib qoldim.
Momiyadan birilib farqim, yurgim güpüldab, ağzım içilib qaldı. Qiz birini bilan so'zlab menga ishora qilyotdi. 5 dollarni silib etdim-da, shunga nima da'vatqanligini bilgim keldi. Qarsam yonda telefon bor ekan. Shuni ol da'vatibdi. Telefonni elishim qildi, uningdan shahvoniy so'zlar anglashga boshladi. Nima deyishimni bilmadim. U aynakning u tarafida, men bu tarafida. O'zini aldaydiganlar bir ishlar ekan-da bu. Tunji qitim bundaq ishga duchor bo'lganim uchun yuraklarim so'qib qepdan chiqib ketib ketdi. Ham xijillik, ham daktuga biroqla bosdi meni. Lekin inkasim nihoyat tiz bo'ldi. O hayvon dedim ichimda va botkadan o'qdaq qechib chiqib ketdim. Özümni buzmay mush yosh kepman. Sen yo'ldan chiqara olaytdingmi meni? Agar oliy maktabdagi saboqdishim Adil Mahmud bu ishga duchor bo'lib qolgan bo'lsa, yuzlari qizarib xuddi Asmatxondek sakrab, kapitalizmning cherkligini tillab ketsa, amrlar bo'lgan bo'lsa bu yerdan chiqmay yanchiqdagi pulning hammani quritib tatdi-da. Men ikkisining o'ttirisiga mo'tadil birisi edim. Hayotda undaq o'zing xalmaydigan tasodifiyliklarga uchrab qolsang, to'g'ri yo'l tanlasang bo'ladi. Yoki tillab qaqshab ketishning yoki uning dumshishning o'rni yo'q. Mening somkamni quchoqlab qechib chiqayotganimga qarab, heli qizning chiroyli tang-tangliqda qolgan qiyofat hozirgacha ko'z oldimda. Balkim seningdek ahmoqni tunji qitim ko'rishim deb o'ylagan bo'lsa kerak. Ardın 4-5 yil o'tganda yana shu yerdan o'tib qoldim. Qarasam, u yer taqilib o'rniga hukumatning sho'pirlik kenishkisi uchun yezg'ishlik imtihoni oldigan yerga aylanibdi. Qaraganda, menga o'xshash ish ko'mgan, ammo yurgi ajizdan birisi aylanib qilib bu yerni arz qilib vayron qilib atgan bo'lsa kerak. Bu vaqalik Engels yozilgan Haski xotirlari degan yozmamda bor. Bir kuni Moldonga ketayotgan poyezdning vagonida 7-8 Xitoy bilan birga o'ltirib qoldim. Ularning ichidagi ikkisining paring qulg'im tushib qoldi. Seningcha Amerika qandaqroq ekan? Rohatmikan? Rohatlik ekan, ammo tannolik hislar odamning ro'yini tushkunlashtiradi ekan. Hayron qoldim desa. Chunki mavi xalqning bozori, oshxonalari, jamoatlari ko'p turib, mushundaq da'vatgan yerda men ancha-muncha qaqshmay nima deyman hamda. İnsanda menma es tuyg'uga boy yana kelib. Bir jamiyatda, bir davlatda kishilarning ish qilmishlarini muayyan tartibga ega qiladigan va hammaga birdek muomala qilinadigan qonun tuzum bo'lmasa, bo'lmaydi. Jumladan Amerikaning bunda qonun tuzumlari bor ekan. 18 yoshdan kichiklar tamoq cheksa bo'lmaydi, 21 yoshdan kichiklar aroq piyishsa bo'lmaydi. Kim buni qiladiqlis jazolandi. Bir kuni sirtni aylanmasam, 15-16 yoshlardagi ikki qiz mening oldimga kelib, 5 dollarni tanglaydi. Efendim, bizga Marlboro markali tamoqni av do'konidan olib beramsiz? Dedi, oldimizga do'konni ko'rsatib. Ko'nglim yo'q deyishga urinmadi. Yo, aqlim unda qilmadi. Chunki men o'zim o'qituvchilik kasbidan chiqqanlikdan yosh o'smirlarning tamoq chekishini xato deb qaraydim. Yaxshimi, yo'q deb beshimni chayqabdi ekanman. Bo'lmasa, baloga qoldi ekanman emasmi? Mubodi mening 15-16 yoshli o'smirlarga tamoq elib berganimni saqchi ko'rib qolgan bo'lsa yoki birisi ma'lum qilib qo'ygan bo'lsa. Men o kunlarda har kuni guruch osh elib kelatdim. Sirtdan tamoq yedig'ina holim. Bir kuni ashundoq aylanib yurib, uzun tarixga ega Haymarket, cho'p bozori degan ma'noda. Haymarket degan juma va shanba kunli bo'ladigan bozorni tepib oldim. U bir dehqonlar bozori bo'lib, narsalar talla bozordagi qaraganda ko'p arzon ekan. Musofirning egiz xudoyim degan shu-da. Bu bozorni tepib olgandan keyin haftasiga 20-30 dollar bilan kun o'tkazdim. 12 dona tuxum 1,5 dollar. 500 gram halal qo'y go'shti 3 dollar. Har xil ko'ktatlardan 1-2 dollardan olaman. Har shanba kun somkam tushidi. Hatto 1 dollarga bir eshik pomidor olgan chaqlarım bo'ldi desa, bo'libmi shanba kuni kechroq borganda bozorga. O'zim yemeklikka amroq bo'lsam-mo, ammo tamoq tanlaydigan mijozim bor edi. O'z beshimga qolgandan keyin kunda yetadiganim shu. Guruch tamqi ish bo'ldi. Bundaq aytganda, kuni meliqi bizning yurtlarga kelib, quruq guruch bilan kapuska yeb turib, ig'ir semotlarni ey hoy deb turib ko'tiradigan sochvalliklarning oldin salli yaxshi edi-da. Kunda shu bir xil tamoq men uchun. Maktab boshlanishga vaqt bor. Boshqa tafovut yo'q. Pullar tugayotdi. Shuning bilan birisidan Xitoy bozoriga borsa qonunsiz bo'lsin ish topqil bo'ladi deb aldimda shu yerga bordim. Bir necha do'konga ish izlab kirsam, hech qaysisidan chiqmadi. Shunga ularning dunyo gazetini setilib uyga qaytib ketdimda, gazetga berilgan xizmatchi ilish ilolalariga qarab bir boshdan telefon qildim. Oxiri bir fujanlik kishining kichik do'konida xizmat chiqib qoldi. Bu kishi kichik temir shar, gul qo'ydigan, tashta kulib turgan kichik qo'nchoqlar va sapal ko'za, yalpi go'sht degandek narsalarni sotadi ekan.
Amerikalılarning Rojdestvo bayrami kelishga az qolgani uchun Bostondan 40 kilometr yiroqlikda Woburn degan shahar markazidagi bir mal setish markazining o'ttirisiga bir necha ustalni qo'yib mal sotadi ekan. Uningga 2 mal sotish kerak ekan. U mening soatimga $5 naqd pul berilgan bo'ldi va oylik uzun yo'llik poyezdning biletini $72 ilib berdi. Hozir u $300 atrofida. Shuning bilan mening Amerikadagi qonunsiz ishlash hayotim boshlandi. Hozir Amerikaning nüfusi 310 milliondan ko'proq bo'lib, qonunsiz turib qolgan kishilar, ya'ni chegaradan o'g'irlash kirgan va yoki viza bilan kelib ketmay turib qolgan kishilar 11 million atrofida. Yeşil kartochkasi bo'lmagan, ya'ni davlat tavalligini o'zgartmay turib, uzun mezgil Amerikada qonunliq yashash salohiyati bo'lmaganlar, fuqaroligi yoki xizmat vizasi, ya'ni H1B bo'lmagan kishilar iqtidorga kuchli xizmat topgan taqdirdami, xizmat vizasi bo'lmaganlikdan qarish ishlab janitib turdi. Mening vizam F1B. Yani xalqaro o'quvchilarga berilgan viza bo'lib, faqat maktab ichida ish bo'lgan sharoitda haftasiga 20 soat ishlash huquqiga. Mush tuzum bo'yicha bo'lganda men bu fijanlik kishi uchun ishlamasligim va bu kishimi meni ishlatmaslik kerak edi. Bu yerda mening qonunsiz ishlashga majbur bo'ldim deganim, xizmat qilish huquqim bo'lmagan sharoit ostida ishlashimni ko'z tutgan bo'lib, bu yerda turishim albatta qonunli edi. Aytmoqqa, Mubada Amerika ko'chmanlar idorasi tekshirib buni bayqab qolsa, meni chegaradan chiqarib o'tishi va av kishiga eg'ir jarimani qo'yib o'tishi mumkin edi. Buning ehtimolligi bormi? Bor, lekin to'van. Chunki nurg'un ushaq tijoratchilar meningdek to'van pulga ishlaydigan odamlarni yallab aran o'rdirdi. Hukumat bu yerda bir ko'zni qisib olgan bo'lib, bu davlatga foydali ko'zni qisib olishdi. Chunki bu kishining narsasini sotganda xaridordan cho'qim 5% setish bejalatdi. Bu pul nega boradi? Odil ishtatli hukumatning xazinasiga boradi. Mening xizmat qilish jarayonida o'tib ketayotgan odamlarga tashabbuskorlik ko'rsatishim orqali malni yaxshi setishim fujanlik bu kishini xo'sh qildi. Shunga haftada az pul mukofotni qo'shib berdi. Natijada bir oyga yetmagan vaqt ichida orliq xajlab ketgan pullarimni to'liq qilib olganim sir, yana az to'liq pulliq bo'lib qoldim. Buni ish hargiz esimdan ko'tarilmaydi. Bir kuni ishdan kech qoldim. Eng oxirgi poyezddan tushib qolib uy ketyapman. Vaqt tong sar birga yaqinlashgan, oppoq qor shundoq chiroyli yig'yapti. Atrof jimjit. Qalbimni yurtqa, sevimli kishilarga bo'lgan bir seg'inish qaplab oldi. Osmonda aeroplan uchib ketyapti. Shuning bilan meni bir mung bostida ovozimni qo'yib, qaysi bir naqshni o'ldik etib ketibman. Ko'zimdan yoshlar quyulyapti. Araliqda o'ltirishdan yangan bir to'p yosh o'g'il qiz uchrab qoldi. Mening tanha bir nimlarni dab ketayotganimni ko'rib, ular bir nimlarni dab vaqirashdi. Shuning bilan mendagi seg'inish o'ti texmi kuchaydi. Men bir yigit edim o'z yurtimda, sho'x edim, xo'shal edim, so'yginim bor. Nima bu? Nima hayot bu? Men uchirgan kangrilik tuyulmoqda menga baktar. Mening mo amroqlarim bor edi-ku. Nemishqa ezib-tezib kelib qoldim. Do'stlarning so'rinda kulganmanmi? Tanholik turmasiga için qamaldim. Osmonda uchayotgan aeroplan sen bilan uchib ketay, elib ketgin, qilib qolsin orzularim. To'yib ketdim, vatanga ko'kdim meni tashlab bergin. Men shu yili yangi yil harpista Kaliforniyaga berib bir hafta cho'gilab, boshqa uyg'urlarni ko'rib, lag'manlarni yeb, ko'nglim ichilib qaytib keldim. Kaliforniyada ko'rgan buni ish hozirmi esimdan chiqmaydi. Uyg'urlar ham mehmon do'st xalq biz. 1997 yili 31 dekabr, ya'ni yangi yil harpista men Erkin Appanning uyida o'ltirishda Amerikaning o yer bu yerdan kelgan Uyg'urlar bilan ko'rishdim, yaxshi o'ltirishdik. Atsi boshqa shahardagi birisining uyiga bordik. Sahibxonning ayoli lag'manga karomat ust ekan. Lag'man yemaganimga 2 oy bo'lib ketib ekan. Bergan bir taqsi lag'manga qo'zg'im to'ymadi. Mana mening sodlig'imni demaysizlar-da. Chatalda hamma Uyg'ur tuqqan deb o'ylab qolg'achqa sahibxon xonimga deb saptiman. Ada, xafa bo'lmay yana kichkina basingiz bo'lib ekan bu lag'mandan. Ukam siz nereden deb so'radi xonim darhalla lappidi bir qarab o'tib. Ammo shu lag'manni so'rab, salg'inimga alomat pushaymon qildim-da. "Ha, tushdin" dedim men o'ng'aysizlanib ketib. Lag'manma keldi, ammo nega qanday yeganimni uqmayman. O'zimni xili qoida yo'sulliq balo deb o'ylaydim. Aşı bir ishda ketib qoldim. Ko'p odam bo'lgandan keyin bu xonim ashni toza yesh jo'ratmayotgan chaqib talab qilib qolgan o'xshayman yoki ishdan qaytib kelib qoldi. 4-5 natnush odamlarning kaladak pushildab o'ltirib ketganimiz kayfini buzgan chaqib. Shundan keyin bir yerga borsam, tamoq har qancha o'qishim ikkinchilab so'ramaydigan bo'ldim. Aylanib, oraliqdan 7-8 yil vaqt o'tganda menga lag'man bergan bu sahibxonlar Boston kelib qoldi.
Xanım meni tanıy almadı. Yoki yillar meni ko'p o'zgartib o'tgan, yoki bu xonimning uyiga mehmon bo'lib, lag'minni yeb, yana so'rab yeb ketgan odamlar ko'p. Shu men esda qolmagan bo'lsam kerak. Men xonimga tanishlik berdim va lag'manni yaxshi yetilganligini maqtab, shu hikoyani so'zlab berib kulib ketdim. Voy jinim ukam, shunda deganmidingiz, shundaq deganmidim. Bu qitim berang, taz mehmon qilib olay lag'man bilan sizni. Bu xonimning tamg'ining tuzi kuchlik, qo'li ta'mlik ekan. Shunga men u xonimni unutmadim, balkim umr bo'yi unutmayman. Başqalar asosan desanglar, musofirlarga lag'man berib turinglar, jumi odamlar. Lekin yurtdan so'ramanglar. Og'zi burniga to'yib ketadi. Musofirlarmi Uyg'urim deb uyingizga keladi, yurtqum deb emas. Xo'sh. Shunday qilib yil o'rilish bilanla maktabim boshlanib ketdi. Dastlabda o'qishga yetishish, to'liq o'qish mukofotini qo'lga keltirish uchun butun kuchim va qizg'inligim bilan o'qishga kirishib ketdim. Hamda maktabda ishlaydigan xizmat izlab, maktab kutubxonasidan soatiga $5.25 xizmatni topdim. Turmushim o'xshash bir ritmda. Haftasiga 20 soat ishlayman. Haymarket haftada bir go'sht va o't yash olg'ili boraman. Yiliqi go'sht sotadigan qassob bilan azroq mo'ngdishiman. Dushanba kunidan juma kunigacha o'xshash bir xil tomoqni, plastinkadan yasalgan tomoq qutisiga silib maktabga akilman. Tushda maktabning o'quvchilar faoliyat markazidagi tomoq istigan yerda navbat saqlab tomoqni istaman. Men rast sadda bir odam ekanman. Hozirmi sadda, lekin ayni chaqda pakla sadda ekanman. Buni gapni so'zlamay desam so'zligim kelyapti. Bo'pti so'zlay. 3 yillar uzilib ketmasin, ammo anglag'uchilar. Men yozgan asarlarimga so'g'ri ammagan yozish mendan muvofiq inkas siladin. Maktab o'quvchilar faoliyat markazida tiz samaxonlar ko'p bo'lib, to'xu va kalgo'shi bilan 2 tal ko'ktatni yumshoq bolqining ichiga silib, bir stakan Pepsi yoki Coca-Cola'ning ichimligini qo'shib, $5 atrofida sotar ekan. Lekin bu Pepsi va Cola ichimligi tushadigan mashina faoliyat markazining o'ttirisi qo'yib qo'yilgan bo'lib, hech kim qaramaydi ekan. Men qarasam, bolalar berib, beliq mashinadan ichimlik ichib yuradi. Amerika boy mamlakat. Bu Amerikaning oliy maktablarida ichimlikni bekorga bergan o'xshaydi deb o'ylab qoldim-da, shuning bilan xuddi cho'ngdam o'tkazib qo'ygandek, ba'zida tomoq sotadiganlarning oldiga berib, ularning oldidagi qog'oz stakan ilib, ba'zida o'zimning ko'rishkusini ko'tarib, kelib, kommunaning o'mchini ichgandek bu ichimlikni ichib yuribdiman. Yoki birisi meni sen nima odam, nima qilyapsan deb so'rab qo'ymabdi. Moldondan poyezdda maktabga kelguncha Beijing universitetining fizika kasbini o'qib, bu maktabning fizika fakulteti doktorlik o'qiydigan Beijinglik bir Xitoy bola bilan tanishib qolgan edim. Bir kuni tomoq yeyapsam, u quruq guruch tomog'i bilan 2 tal savzni yigil turibdi. Oldida ichimlik yo'q. Eg'izlarini gaz bog'lab ketibdi. U ichsa Tarim daryosining suyini ichamdi. Shunga uning deb sapman. "Ey, tomog'ini quruq yeyichi av yadim berib ichimlik qilib ichsam bo'lmamda?" Qimmat bo'lsa, $1 ortiq-ku deyman. Nima deding dedim men o'z qo'ligimga ishonmay. Qoshlarim likildab ketdi. Shu narsani sotamdi. Sen bekorlik deb o'ylaganmi? Voy, men 2 oy bo'ldi berib ichib yuribman-ku. Diqqat qiljima, chataq tepib olsan. Bu gapni anglab tenimdan sovuqlar chiqib ketdi. Demak, men bu do'konning Pepsi'sini 2 oyda haqsiz ichib olibman. Hisoblab ko'rsam $100 atrofida birinin bo'ladi ekan. Buni to'lash damonliq ig'ir keldi. Asli berib o'tishim kerak edi, lekin muhtojlik va xijillik mening samimiyatdan ustun keldi. Aradan necha yil o'tib men shu do'konni tepib $200 to'lab beraman deb maktabga kelsam, u do'kon allaqachon g'oyib bo'lib ketibdi. Yoki meningdek bilmay bekorga ishlaydiganlarning ko'pligidan shundoq bo'ldi, yoki bilib turib bekorga yeb olganlarning dastidan taqilib ketdi. Ziyon chiqqan savdo o'lmaydi odatda. Ammo shu ish bo'lib 2 yildan keyin men hasilab badal bo'ldim. Ya'ni kishining kishida qolmaydi degandek, maktabning meningda qolmadi. Qisqasi, menga o'tgan hargiz meningda qolmaydi, aslab yanadi. Doktorlik o'qishga berish fursatidan voz kechib, yiliga $45,000 xizmatga oldim, kichik bir shirkatga ishga tushib qoldim. Aldirab-saldirab xizmat vizasiga iltimos qildim. Dastlabda olgan maoshlarim shuningga va yeshil kartochka ilish urinishlariga ketdi. Shu vaqtning o'zida men Cho'nglar ma'rif institutida dars o'tayotgan bo'lib, mening xizmat vizam 10-oyning 16-kuni tasdiqlanib tushdi. Advokatning deyishicha, bu viza bilan ham shirkatdan, ham universitetdan maosh olsam bo'lmaydi ekan. Ya'ni H1B viza bilan chiqishni qilib bo'lmaydi. Qanday qilaman desam, 11-oylikdan keyingi maoshimni maktabga iyona qilib deydi. Shuning bilan maktabga kirib, $2000 ga yaqin pulni olmayman desam, ular olg'inmaydi. Ya'ni bu emgak qonuniga xilof, sen dars o'tdan cho'qim ilishing kerak deydi. Endi men uni iyona shaklida yondirib o'tdim. Men iyona bagida qoldi emasdim-da o chaqda. Est o'pullar. Keyingi kashmishlarim mening bu ishda ahmoqlik qilganligimni tanitdi.
Qayda qilib bizamda odam degan shundaq ba'zida gal bo'lib, gol bo'lib, ba'zida o'silib yashaydi ekanmiz. Vaqt o'tgan sari men maktabga xili o'zlashib oldim. Hatto maktab o'quvchilar gazetida o'zimni bo'la oladiganman degan Urumchida yezib e'lon qildirgan yozmamning inglizcha variantini e'lon qildirdim. Gazet men haqida qisqacha tonishtirish bergan edi. Maqola chiqib bir necha kundan keyin fakultetning katibi chaqirdi. Kirsam, Shayla Puffer ismli maktab savdo maktabining professori izdirgimni qilib, mening aloqa qilishimni so'rabdi. Bu ayol MBA, ya'ni savdo boshqarish magistrligi uchun o'qiydiganlarga o'xshamagan madaniyatda bozor degan darsni o'tadigan professor bo'lib, u yana Sharq Shimol universiteti ta'sis qilgan Gorbachev fondining mas'uli ekan. Men uning taklifi bilan konvoy ko'ynak va chiman do'ppini kiyib, u dars o'tadigan sinfga kirib, uning har bir o'quvchisiga mening maqolamni ko'paytib bezib farqi berganligini ko'rdim. U yozg'inim bu professorga rost deyibdi ekan. Men uning taklifi bilan 20-30 minut atrofida avval Uyg'urlar haqida, ondan bozor haqida so'zlab berib chiqib ketdim. Bu haqida yozma ham Xaski xotiralarining inglizcha nusxasida bor. Birinchi mavsumda qilgan ishim shu bo'pti. O mavsumlik o'qishni A nomeri, ya'ni eng yuqori nomer bilan tamomladim. Natijam a'lo bo'lganlikdan menga yana bir o'qish mavsumida to'liq o'qish mukofoti berishadigan bo'lishdi. Ya'ni men keladigan o'qish mavsumidan boshlab fakultetda haftasiga 20 soat yordamchi o'qituvchi bo'lganim uchun iyiga $1400 dan o'qish mukofoti oladigan bo'ldim, ya'ni maosh oladigan bo'ldim. Bu xo'sh xabarni anglab ko'nglim xotirjam bo'ldi-da, yurtga berib to'y qilishning taraddüdiga tushdim. Sana yurgini berib, sana madad tilab va rag'bat berib, haftada necha parcha hadis turgan so'yguningni ko'p saqitib etsan o'g'il balliq bo'lmaydi-da. Loyiq muvofiqli bo'ladi ekan, to'mirni qizg'in so'qish kerak. Shuning bilan men intayin taqozolik ichida 1998-yil 30-iyunda vatanga qarab uchdim. O'zimni bo'la oladiganman degan yozimning Uyg'urchasi mush kanalda o'qib qo'yildi.